kommunal xarajatinglarni bittada 70% ga kamaytirib beradigan zo'r bitta usul bor. Agar videoni oxirigacha ko'rsanglar, hozir men tushuntirib beraman. Ko'p eski dom hududlarida siz bilasiz, отопленияni juda past berishadi va juda ham kech berishadi. O'shani hisobiga siz har xil isituvchi elektr vositalaridan foydalanasiz yoki konditsionerdan foydalanasiz. Bu sizni kommunalniy xarajatlaringizni sezilarli darajada oshirib tashlaydi. Biz bu muammoga yechim sifatida biz shu domga kelganmiz. Bu domning asosiy muammosi bu utepleniya qilinmagan. Bu dom betondan qilingan. Betonni bilasiz 30 sm bo'ladi va beton o'ziga juda ham zax tortadi, juda ham issiq tortadi. O'shani hisobiga biz utepleniya xizmatini qilib beryapmiz. Siz utepleniya qildirganingizdan keyin kommunalniy xarajatingiz qanaqa 70% ga tushishini men qisqacha tushuntirib beraman. Tasavvur qiling, siz uyingizdagi issiqlik betonning hisobiga hammasi tashqariga chiqib ketyapti. Ana o'shani hisobiga siz elektr isituvchi vositalardan foydalanishni boshlaysiz. Agar siz utepleniya qildiradigan bo'lsangiz, uydagi issiqlik tashqariga chiqmaydi. Siz hech qanaqa elektr vositalaridan foydalanmaysiz va konditsionerni yoqmaysiz. Uyingiz ichida bemalol futbolkada yura olasiz, o'zingizni komfortni his qilasiz. Agar siz ham shunaqa ko'p qavatli binolarda turadigan bo'lsangiz va shu muammolar sizda bo'ladigan bo'lsa, albatta Teplomasterga murojaat qiling. Biz sizga professional utepleniya xizmatlarini taklif qilamiz.